Rocket Park endi Chilonzorda. Xursandchilik bilan e'lon qilamiz. 28-mart kuni Toshkentning Chilonzor tumanidagi Skopus Mallda Rocket Parkning 1,5 kvadratli o'yin maydonchasi ochiladi. Rocket Park turli quvnoq zonalaridan iborat. Balandligi esa chegarasiz. Dahshat katta batut zonasi. Kichkintoy bolajonlarimiz uchun turli kasb o'yinlari, supermarket, oshxona, motorika uchun konstruktor stollari, Lego bloklar va oppoq qum. Musobaqalarni sevuvchi bolajonlar uchun esa Mario Wall. Tezlikni sevuvchi bolajonlar uchun ham elektrokarting bor. Rocket Parkda faqat o'yin maydonchasi emas, balki o'yin apparatlari ham mavjud. O'yin markazi ochish uchun yordam kerak bo'lsa, parkchiga murojaat qiling. Parkchi qadriyatlar yaratamiz.